S-Wave G03 mashinamiz ideal holatda mana bu zaryadka so'qdi. 5000 bilan zaryadka qilarkan uy sharoitida. Mana propani, общий hammasi bo'lib 1500 km yuradimi? Zaryadka, tok hammasi bo'lib. Benzin ham o'shanda hisob. Bu mashinamiz bo'ladigan narxini oxirini xo'p yopsak 1750 dollarga beramiz xalq uchun. Bu kishi Andijonning Ulug'nordan ketdilar. Mana 60 partiya xursandchilik bilan gaplashib qo'ydi. Yili 2025 14 ming yurgan. Bitta ichini qo'yini 7 o'rindiqli bo'ladi. Mana ichini ko'rsating. Hop, head-up display, Abdu, Abigref hammasi bor mashinamizda. Ha, ideal. Bu mashinamizga bitta chiroyli shopir kerak. Bu egalariga nima sotilishdi deyshani? Hop, ozgina mablag' kerak bo'lgan, shu hisobiga sotilgan jarayon. Qiziqqanlar bo'lsa 750 dollar oxirgi narxi. Oldin ham bitta ko'raylik. Yoqqan bo'lsa bitta bo'lsin. Tepasida nukleargacha bor, tepasida muammo yo'q. Mana mashinamiz. Like bilan komment ayamasiz, bundan ham yaxshilik chiqarishga davom etaman. Telefon raqam 99lik 99lik 100 100 30 74. 30 74 ga aloqa chiqamiz. Sog' bo'ling.